Assalomu alaykum do'stlar. Biz 17-savol tahlili. Qutqaruv guruhi tomonidan topilgan bemor shoshilinch ravishda shifoxonaga olib borildi. U alpinist bo'lib, tog'da kutilmaganda qor bo'roni boshlanibdi va uning natijasi u bemorimiz g'orda jon saqlagan va g'orda 6 kun davomida ovqatsiz yashiringan. Bu sharoitda moslash uchun qaysi metabolik jarayonlar pasayishi va kuchaygan bo'lishi mumkin deyilyapti. Bunda pasayadigan jarayonlar glikoliz va glikogenogenez jarayonlar hisoblanadi. Glikoliz bu glyukozaning parchalanishi hisoblanadi. Bunda glikogen sifatida zaxiralangan holatda bizga energiya hosil bo'ladi va genogeniz jarayoni bo'lsa glikogen sintezi hisoblanadi. Bu ikkala jarayon ham asosiy markaziy organi bu jigar hisoblanadi. Chunki bu ikkala jarayon ham jigarda sodir bo'ladi. Bular pasayadigan jarayonlar hisoblanadi ochlik davrida. Endi ochlik davrida kuchayadigan jarayonlar qaysi deydigan bo'lsak, bular 3 ta hisoblanadi. Ya'ni lipoliz, ketogenez va glikoneogenez jarayonlar hisoblanadi. Glikoneogenez bu miya va eritrositlar uchun energiya ishlab chiqarib beradi va glyukozani hosil qiladi. Bu glyukoza bo'lmagan mahsulotlarimizdan. Lipoliz bo'lsa biz bilgan ana shu tag hujayralar, ya'ni triglitserid hujayralari, yog' kislotalari biz bilamiz, bular zaxiralana oladi va ochlik davrida bulardan biz energiya olamiz va ketogenez, ya'ni keton tanachalari bular ham zaxiralanib turadi va miya va mushaklar uchun keton tanachalar ishlab chiqaradi va shuning natijasida energiya oladi. Endi umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, glikoliz va glikoneogenez jarayonlarida pasaysa, ochlik fazalarida glikoneogenez va lipoliz hamda ketogenez jarayonlari bu fazalarimizda, ya'ni ochlik fazasida bu jarayon kuchayadi do'stlar.